Bismillah. Hammaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, kanalimizning ashaddiy va qadrli obunachilari. Akalar, hozirda biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'onda o'sha arzonchilar qishlog'idamiz. Xudo xolasa bugungi syomkalarimizda qo'yiladi to'qlulardan haqiqiy zot yo'nalishiga keyin qo'yiladi haqiqiy sifatini ishqibozga yetib keldi jonivorlarni. O'ta ham go'zallardan. Bugun 2025-yil 4-yanvar hafta kuniga yakshanba dam olish kuni hammalaringizga fayz barakali bo'lsin deya xohlasa biz syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'onda boshladik. O'sha arzonchilar qishlog'idamiz. Xudo xohlasa erinmasdan videoni oxirigacha ko'rib turaverasizlar. Qani unda biz o'sha Doniyorbek akamiz bilan videodan boshladik. Assalomu alaykum Doniyorbek aka. Keling Akmaljon, yaxshimisiz? Charchamay turibsizmi? Assalomu alaykum obunachilar. Charchamay turibsizlar? Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib otangga rahmat deb qo'llab-qo'tlab turinglar. Videoni qo'ylar haqiqiy sifatchalaridan kelgan. O'ta ham zo'rlardan keldi. O'ta ham zo'rlardan keldi Akmaljon. Bugungi necha partiya chiqadi? Bugungi 7 partiya, 3 partiya qo'yimizmi Akmaljon? Hop. Otangga rahmat deb qo'llab-qo'tlab tursin. Egiz qo'ylarimiz ham bor. 2 partiya egiz qo'ylarimiz bor. 2 partiya egiz qo'ylar chiqadi. Birinchi partiya, ikkinchi partiyalar egiz qo'ylarimiz. Potishoklari. Alloh, mana bu jonivorlarga bitta alohida e'tiborni berib qo'ying hoji aka. Qo'ylar o'ta ham boshqacha, lekin jonivorlar haqiqiy go'zal ekan. Aka bularni qaydan topaverasiz aka bularni? Akmaljon, obunachilaringizga kundan kunga izlanib, yaxshilanib to'p kelyapmiz-da. Sifatchalardan qarang, dumboshlar tikka eri dumbaqiy maza qilib boqadigan qo'ylarda obunachilaringiz mana. Haqiqiy so'liq papalar kelibdi-yu aka. Maza qilib boqadigan aka-ukalarimizga keldi mana Akmaljon. Joningiz sog' bo'lsin. O'ta ham tozasini ishqibozga yetib Ha, keldi. toza Xudo eri. xolasa sizlar bittadan like bosib turinglar, sizlarga haqiqiy qo'ylar zo'rlardan chiqarib beraveramiz akalar. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turinglar, egizlarni ham haqiqiy zo'rlar chiqadi xudo xolasa. Nima dedingiz? Akmaljon, like bosib otangga rahmat deb qo'llab-qo'tlab tursin. Aha. Va sifatchalardan kelgan Akmaljon, toza kashtalar kashtalar chiqaradi xolasa, mana qo'ylarni ko'ringlardi. So'liqni papalari kelib, haqiqiy yiriklarda mana qo'ylar qarang, o'zi arqa bo'ylari ham qizarib, yuzlari ham toza-ta jonivorlar mana qarang. Mashalloh. Hammamizga mana shunaqa zo'r qo'ylardan boqish nasib qilsin. Jonivorlarga bitta alohida e'tiborni berib qo'ying hoji aka. Mana. Qo'ylar o'ta ham zo'rda xolasa, ideal holatda turibdi. Xolasa ishqiboz aloqaga chiqaradi. Kelar qo'ylar, lekin tavsiya qilaman mana bu jonivorlarni olib qo'ying, yutasiz. Aka buni narxi qanaqa buni narxi? Buni narxini bir joyga olaman degan aka-ukalarimiz Akmaljon ko'p tortishib o'tirmaydi. Bo'ladigan chiqarib qo'yaylik. Bo'ladigani 5 million so'mdan olinsin. Otangga rahmat deb qo'llab-qo'tlab tursa, xudo xolasa narxini yo'lida qilib beraveramiz. Chiroyli qilib bering obunachilar aka. Bo'lishini chiqaraylik, tamom, bo'ldi, bering aka. Bo'l 100 ming so'mdan o'tib beraman Akmaljon. Yo'q aka, uni demang, 100 mingdan emas. Bitta obunachilarimizga chiroyli qilib, bomba qilib bering aka. Akmaljon kam-kam o'ram, hamisha o'ram degandek yengil olsa, mana 48 dan bir joyga olsa, bor aka bir joyga. Tanlab olishgacha aka. Tanlab olishga 5 million 500 ming so'mdan bir joyga tanlab olishaveradi. Ketaveradi, xolasa ishqiboz aloqaga chiqsin. Ishingiz bitadi. Lekin mana narsalarni tavsiya qilaman, olib qo'yinglar hoji akalar. Xudo xolasa biz keyingi partiyaga o'tiramizmi? Ikkinchi partiyalarga o'tdi Akmaljon. Ketdik. Mashalloh, mana bu jonivorlarga bitta alohida e'tiborni berib qo'ying hoji aka. Egizni zo'rini, tozasini ishqibozga yetib keldi xolasa. Haqiqiy go'zallardan jonivorlarda o'ta ham elittasini ishqiboziga. Mana bu jonivorlarga bitta alohida e'tiborni berib qo'ying deb qo'yladi, o'ta ham go'zallardan keldi. Jonivorlar qarang. Doniyor aka haqiqiy zo'rlardan va aka. Akmaljon, xudo xolasa qo'ylarimiz uyaltirmaydi. Bitta qo'ydi bolasi 100 ga 100 deb berishdi. Aha. Xudo xolasa Xudoyim beri bular ham ikkitadan tug'ib berib qolsa. Bular bo'g'oz aka? Ha, bo'g'oz qo'ylarimiz bilinib qolgan bo'g'ozliklari. Gap yo'q, mana jonivorlarni ko'ringda, bularda xolasa bo'g'oz. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar, ishlaring bitadi akalar. Qo'ylar uyaltirib qo'ymaydi. Buni aka yoshalik qanaqa buni? Yoshlik 10 oylik plus minus Akmaljon. Aha, 10 oylik plus minus. Yosh narsalar yana o'sadi. Gap yo'q, yana o'sadigan variantlardan da xolasa mana bu jonivorni qarang. Mashalloh, mana egizni zo'ri. To'shlariga qarang bular. Ko'krak qapaslari, quloq joylashuvlari ham o'ta ham ideal. Mana xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Narxi nech pul aka buni? Buni narxini bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga 5 million 200 ming so'mdan bor ekan. 5 million 200 ming so'mdan telefon qilsa ishi bitadimi? Ishlari bitadi Akmaljon. Gap yo'q, buni chiroyli qilib bering aka obunachilarga. Ol like bosib otangga rahmat deb oxirigacha ko'rib turinglar. 5 million 100 dan ketdi Akmaljon. 5 million 100 dan. Buni bir joyga olasiz aka.
5 dan bering buni aka obunachilarga. 5 milliondan o'zlari 48 dastavkasini kredit qilib olsa qilmadim. beraveramiz Akmaljon. 5 millionda ketaveradimi aka? O'zlari dastavkani qilib olsa ketaveradi. Yo, uni demang aka. Bir jiga bering. Bo'ldi, laytni bosib otangga rahmat deb kommentariyam bomba qilib telefon qilsin. 5 million so'mdan bor aka. Ketdi. Telefon qo'llarasizlar 5 million so'mdan ish qilib akalar. Xudo xolasa qo'ylarda zo'rlardan, papalardan kelibdi. Aka mana bu egizlarda zo'rin ish qilib yetib keldi. Mashalloh deb kommentariyaga chiroyli bir juft egizakcha mana yuzlarining tuzilishini qarang jonivorni. Bir-biriga juda ham o'xshaydi jonivorlar. Xudo xolasa toza egizak aka bular. Toza egizak Akmaljon bu. Bu 3 egizak ham bu. Aha. Buni onasi 3 ta tuqqan ekan, bitta bolasi tug'ilganda yaxshi qaralmagan ekan. Nobud bo'lgan ekan. Bu o'zi asli 3 dona bo'lgan. Ha, 3 ta bo'lgan bu. Aha. Poti, zo'ki, zo'ra bo'lganda bular. Hop. Ular poti zo'ki turibdi deydi. Zo'rasi o'lib qolgan ekan. Joningiz sog' bo'lsin, mana qo'ylar qarang. Lekin 3 ta tuqqan qo'y to'g'risi qiynalib ham qoladi-yu. Shu mash ikkita bolasini katta qilgan ekan, tagarchi. Telefon nomerlarini qo'yib berishgan shopir. Egasi qo'ydi, egasini telefon nomerlarini olib olganman. Aha. Xohlasa nomerini beraman, telefon qilishaveradi. Xotirjam so'rab Ha, olishadi. shu nomerini beraman. Hali qilaveradi. Aytdim, "Oynada aka, nomeringizni bering" dedim. Bu odamga o'rganganmi deyman aka bu? Nomeringizni bering dedim. Nomerini berdi. Mana Nabada men jonivorlar qarang. telefonga qo'yaman. Egasi bilan gaplashaydi desa, gaplashtirib qo'yaman dedim. Xo'p, buni xotirjam egasiga telefon qilib, qanaqa egiz buni ma'lumoti kelib chiqish qanaqa hamma yog'ini so'rab olishaveradi, ha? Xotirjam. Onasi sariq qo'y bo'lgan ekan. Aha. Otasi qora qo'y bo'lgan ekan. Hop. Onasi sariq dedi. Sariq ham qorami desam, sariq edi dedi. Aha. Sariq dedi. Bu o'zi asli 3 ta bo'lgan, bir dona bolasi yoshda o'lib qolgan ekan, 2 ta katta bo'lgan. Buni Alloh qo'ydi, zo'rin ish qilib yetib keldi xolasa. Qo'ydi tozasi mana jonivorni. Buni narxi nech pul aka buni? Bu narxini bir joyga olaman degan ko'kalarimizga bo'ladigan deb ketayna. Nech pul ketaveradi? 7 million 700 ga ketaveradi. 7 million 700 mingga. 700 ga ketaveradimi bu? 7 million 700 ga ketaveradi Akmaljon. Mana telefon qilsa nech pulga berasiz aka bo'lishi? Videoni Realni obunachilarga beramiz. telefon qilsa yana 100 ming o'tib beraman. Yo, chiroyli qilib bo'lish aka. 7,5 million so'mga olishdi. Bir aka. 7 million 500 ming so'mga 7 million ketaveradi. 500 ming so'mga dastavkasi ham bizda. Gap yo'q. Telefon qilaverasizlar. 7 million 500 ming so'mga dastavkasini ketaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu oxirgi partiyami aka? Oxirgi partiya laytni bosib otamga rahmat deb qo'llab-quvvatlab turgan otasiga ming rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.